Assalomu alaykum bizning YouTube ko'ruvchilar. Bugun Qadamja rayoni Qaradovoy sferamdan bir yaxshi bir ot sotuvga chiqib qoldi tug'anlar. Ularni javob dedi. Esi o'ta yaxshi narsa dedi mana. Uloqda qancha-munchada ko'rib ham qolchilik. Mana Sherzatdan tug'anlar. Bo'ldi, qaytar. Sherzat ham ot jönda ma'lumotni ber. Qanday ot, qancha yoshdagi ot? Otning yoshiga kelsak, yoshi 5 yosh. 5 yosh. Böyle külük ot. O'ta kuluk narsa ekan, rezu ya. Yuguromele deb turadi ekan tug'anlar. Bo'ldi, shunday to'xtatqin. Bu janovi arablarga ham o'xshab ketaverdi, deyman. 5 yosh ekan tug'anlar. Qaytaraver. 5 yoshdagi arab kishilarga ham o'xshab ketgan. Ularga qaysi qanday olomonlarga chavildi, u qanday bo'ldi? Chavilib yuradi. Kirib chiqishi javob, ha? To'rtga kirib, to'rtga chiqadi. Kirib chiqishni javob dedi. Xudo qo'limdan. Jevi kishida yaxshi, ha? Bo'yi qancha chiqyapti uni? 1.57 chiqadi bo'yi. Bo'yi 1.57 chiqib qoladi ekan tug'anlar. Mana o'ta otning kulugini izlaganda ham bir qat-qat qo'yib qo'ychi daga. Otning kulugini shu nima izlaganlar uchun tug'anlar bor. Dehqondan yaxshi. Sheres-shirlar kulug ekan bu, O'zi qattiqroq ba? Qo'yaver daga ham o'shal yerdan. To'xtaydi ekan. O'ta kulug jildi ekan. Ayg'iri bor yo'qmi? Bor, bo'yi bor. Uyda yurgan, ha? Uyda yurgan. Aka tug'anlar, yoshi 5 yoshdagi bo'yi 1.58. Nomerda aytgilandi, nomer. Qaytar bo'ldi. Oldim olib kilo. Nomerda aytdilar. 0773 77 7404 74 shu nomerga baylanishasizlar turganlar. Aqchasi qancha? 200 ming so'm kemi bor ekan turganlar. Shu esin nomerini ekranga qaltiram turganlar. 200 ming so'm kemi bor mana turganlar. O'ta sinni kelishgan. Sotuvga.